Assalomu alaykum sevimli qanlar. Hozir bugun oldik. Bizga mang'digan bir dinozavrimiz bo'ldi. Buni qanday qilasiz degan vaqtimizda oldindan karton qog'ozlardan qattiqroq, masalan, daftarniki qattiq tashlar bo'lsin bo'ladi. Shu qattiq tashlari yoki o'zingizlarning o'ylamada qo'yilgan karton qog'ozlar bo'lsa, mushni uzunligi 15 sm, kengligini 4.5 sm qilib kesib olamiz. Ondan har bir tarafini, ya'ni uzunligini 3/5 sm dan 3/2 bo'lib olamiz. Kengligini 1.5 sm dan 3/2 bo'lib olamiz. Bu ikki taraf dinozavrniki putlari. Bu ikki putlari, bu bosh va quyruq tarafda bo'ladi. Dunyoda tayyor qolgan qog'ozimda endi mush bo'yicha kesib olaman. Buni 15 sm, 4.5 sm bo'ldi. Merak qilsin, qo'ng'iz qarabman. Yani benim 6 aylık oğlum var. Mana shunday kesib oldik. Endi buniki futurini qatlaymiz. Qatladik. Endi bu tarafini qatlaymiz. Futurini qatlab oldik. Endi buni boshqa desak, kalsamani ko'zdan silsana bo'ldi. Dinozavrning ko'zida. Biraz egeli. Endi buni bir quyuq qilaylik. Quyuq qildik. Endi bu dinozavrning puturini biraz ichiga to'g'ri biraz kesib olsak, ikki tarafdan. Ondan bu biraz yaxshi bo'ladi, ha. Kesdik. Magartini mana. Yani qirlarni mana. Meyalarini kesamiz, meyalarini. Kesdik. Bir snappını ko'zmanda biraz yaqin kesib. O'g'lim bundan deb ketdi hozir. Mana dinozavrlarimiz bitdi. Endi nimamiz boqaylik.